to'rida, qalbimiz ko'rida, yigitlarning zo'rida, turibdilar to'rida, yigitlar ichida yonib turgan, bo'ydoqligidan tonib turgan, Bonoxonni uyga borib kelgan, o'zi bilan olib kelgan, Bakimbarda qarang ketib borgan, Turkiyalarni yutib borgan, kechamiz sultoni Shohruh Mirzoga atalganlarga salom aytamiz. Ketdik. Shohruxbek sizga shaydan oshiq bo'ldi yoshligingizda Rishton bo'yicha millionta qizlar yetolmadi, dardlarini aytolmadi, telefonda telegramda o'rtaga odam qo'yib sizga yetolmadi. Sizlari shirin bo'ldi. Oh Shohruxbek, sizni bir qarab qosh qoqishingizga avaz bo'yda nechta qizlar zor yo'llaringizda gullaringiz to'p edi. Sizga egilib salom berayotgan shah go'zali Bonoxonni ham ko'zlaganlari ko'p edi. Bor shunday maqol, buni hamma biladi, bitta qiz erga tegsa 40 ta qiz tush ko'radi. Qizlar uchun keng ko'chalar tor bo'ldi, tor bo'ldi. Shohruxbekka yetolmay nechta qizlar havas qilib tushlarida yor bo'ldi, yor bo'ldi. Ijtimoiy kuyov to'ra yuragingizga joyladingiz, to'ydan burun Bononi kuydirib nechtasini seni sevaman olaman deb rosa telefonda yuragini dog'ladingiz. Necha kunki Shohruh Mirzo oromingiz yo'q, kela olmaysiz hushingizga. Menga qarang, o'zi bir oydan beri Bono kiryapti hushingizga. Mana bugun to'ylar qilib kelib qoldingiz hushingizga. Kuyov sarpo Shohruh